Dam olish uchun zo'r mes sotdim, hurmatli obunachilar. 8 turbadan hozir. 8 turbaning bo'yinda dam olish massani Chidana tapcham bor. 3 tapchanimiz bor. Suvdi bo'yinda ekan-a? Aynan suvdi bo'yinda yana klientlarimiz kelib dam olib o'tiribdilar. Bu yog'imizda do'kon bo'ladi, mana do'konni o'zlari tashkillashtirib qo'yishdi. Avam. Kecha qadam noyapkisi o'zi bilan. O'zi bilan xarajati bilan keladi. Bo'lgani qolgan narsa muz, qozon, o'choq hammachi bor. Yo'lda bo'yinda qalasangizda yangi bozorda sarajinasini bilasizlar, shundan dalsh kelaverasizlar. Yo'lda ustida yozib ham qo'yibdi. Tushunmasangizlar telefonlashib kelaveringlar. Setga tovuq amaliyot ettiribman. Kelaverasizlar. Hozir xudo xolasa 15-20 minutga tayyor etaman. Tapchani ekan, sharoitlar zo'rmi? Ajoyib yine. Toza havo ajoyib. Ezit o'tiribsiz. Kelaversinlar yine. Necha ekan uslugalari? Zo'r, hamma magazinlik. Bu yoqda o'tiraman desang, ustol kursilari bor, qozon, o'choq, yengiljaklar chayqalaman desa, yine. Nega qurib yebichadan vajak qilasan bo'lgan, ha? Yebichadan vajak ketsa bo'ldi. Undan do'konlar bor. Ajoyib. Suv ichaman, aroq dema boshqa hamma vaj bor. Bugun tug'an kuningizmi? Tug'an 74 qariyman xudo qalasa bugun. Yaxshi. Zo'r. O'tiribsiz oilaviy dam olib. Havo oilam tuman kelib dam olib. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, sizlarga birinchi tapchanni ko'rsataman. Qozon o'chog'i, mangali, morozinligi, telefon zaryadga qo'yish uchun rozetkalari bo'ladi. Bu yog'imizda mana tapchani bo'ladi, suvni yonida bo'ladi. Kanal bo'yi suvni yonida joylashgan bo'ladi tapchanimiz. Hozir bu yerda bir odamlar kelib o'tirib dam olib o'tiribdi. Bu yerda mana o'tirish uchun kachalkalarimiz ham bor. Bemalol kelib shu yerda rozetib dam olsangiz ham bo'ladi. Hozir sizlarga ikkinchi tapchandan, uchinchi tapchandan sizlarga ko'rsatib tushuntiraman. Ikkinchi tapchanni ko'rsataman. Skojni ham bor, krantlar qaqilgan, qasachani qo'yish uchun shkaflari bor. Mangallari bo'ladi, 2 xil qozon bo'ladi, ovqat pishirish uchun tanqallari bor. Tayyor holatda suvning bo'yinda. Bu yog'imiz tapchan bo'ladi. Bu tomonimizda xonadonlik bo'ladi. Xonadonlikda shu muzday narsalar shu qo'yib, muzdamizda ichib, haz etib o'tirsangiz bo'ladi. Telefon zaryadi yo'q, qolsa chiqib qoladi desangiz, menda zaryadchi ham bor. To'q bor. Zaryadga qo'yib, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Yani shu tip bu yerda bir 10 odam, 20 odamlik mestomuz bo'ladi tapchanini. Kelaverasizlar, zo'rmi? Bundan boshqasi endi balonlar ham bor. Bu 8 turba borib, o'ynaqdan g'iyib kelib, shu yerga kelib, yana chiqib anaqa boraverasizlar. Bu yer hozir 3-tapchani bo'ladi. Bu yerdan o'zine yarasha chiroyli, zakonni. Qaranglar. Ajoyib salqin, zo'r yerda joylashgan bo'ladi. Qushlar sesini eshitib, suvni bo'yinda haziyatib dam olasizlar. Shu aytib o'tganimizdek, bu yerdan ham mana mangali bo'ladi, setkasi bo'ladi, qozon o'chog'imiz bo'ladi. Mana Furda, nimadir ovqat pishirishlar uchun. Keyin bu yog'imizda xonadonligi bo'ladi.